Do'stlar, mana ko'taryapmiz. Ehtiyotkorlik bilan albatta. Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan kichik tanaffusdan keyin Retro Cars loyihasi boshlovchili aka javob. Bizda pikap va furgon variantimiz bor edi. Sizlar o'zingizlar Gaz 2102 ni tanladinglar. Barchalarga rahmat. Bu mashinani egasidan olib ketishga keldik. Hozir kuzatib boringlar. Juda ham zo'r kontentlar ulashamiz. Ishoninglar, juda ham hayajondaman, chunki bu mashina 10 yil turgan ekan. Jigulini o'z holatiga qaytarganimizda barchalar yozibsizlar. Juda ham zo'r kontent boringlarga shukr deb yozibsizlar. Do'stlar, bizani kuzatishda davom etinglar. Albatta Retro Cars Instagramiga va aynan YouTube kanalimizga ham obuna bo'linglar. Sababi sizlar uchun kun-tun mehnatdamiz. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan albatta 1 million bo'lamiz. Ketdi. Do'stlar, juda ham qiziq moment. Mashinani tortib o'tganda umuman rullar ishlayotgani yo'q. Ballonni birma-bir mana hozir katta komanda tortyapmiz. Gaz balloni ham bor ekan, ehtiyot bo'lish kerak, lekin juda ham qiziq to'g'risi. Do'stlar, mashinani egasi aytishiga qaraganda 10 yildan beri yotgan mashina. Lekin mana o'zi bu yoqlarda mana ko'ryapman, chizilgan joylari, mana bitta qirilgan joylari, chunki o'zi necha yillik mashina, lekin bu mashinani hamma biladi. Birinchi o'rinda meditsinaga ishlatilgan, 103 yilda bo'lsa. Lekin emotsiya shunaqangi darajada zashkalib o'tib qoldi, chunki bu mashinani yotgandan olib, mana shu ichida yursangiz boshqacha his-tuyg'u beradi sizga. Chunki bu mashinalarimizga yanada yangi qiyofa bera olsak, biz xursand bo'lamiz albatta. Do'stlar, qiyin tarafi nimada? Rul umuman ishlamayapti, burilmayapti. O'shaning uchun oyoq yordamida yoki qo'l yordamida tortib, tekis qilib olib chiqamiz. Do'stlar, mana ko'taryapmiz. Ehtiyotkorlik bilan albatta. Chunki yo'qda ozgina joy qolgan. Eski mashinalar turgani uchun bir-biriga juda yaqin bo'lib qolgan. O'shaning uchun hozir tortishga harakat qilyapmiz. Men ham kelinglar, yordam bera qoling, turmaylik. Do'stlar, hozir yana ozgina qaytarib tushiryapmiz. O'zimizning jaydaricha variant taxta qo'yib turib, uni tekislab olib chiqamiz tepaga hozir. Do'stlar, juda ham xavfli. Bilasizlar, kichkinagina xatolik qimmatga tushishi mumkin. O'shaning uchun professional jamoa, professional komanda chaqirganmiz, ortyapmiz. Ko'rib turganingizdek, bu yoq ballon vobshe puchayib ketgan, umuman yurayotgani yo'q, hechki diskda aylanyapti. Mana ko'rib turganingizdek, ballon juda ham yomon ahvolda bo'lib ketgan, sakka chiqib ketay deyapti. Lekin amallab chiqarib olmasak bo'lmaydi. Mana bu yoqda ballon ozgina tiqilib qolibdi, uni qo'l bilan itarib zo'r. Do'stlar, ishoninglar, shunaqangi zo'r kontent chiqadi. Sababi mashinani to'g'risi juda orzu qilardim. Ichini ko'rib, qanaqa mashina ekan. Endi Xudoga shukr, bruzishga umuman aloqamiz bo'lmagan-u, lekin juda ham qiziq bo'lardi bu mashina qanaqa ko'rinishi bo'lgan. Chunki asosan hamma Volgani 05, 10, 15, Gaz 21, 05, 10, 15 larni ko'rganmiz, lekin buni juda ham yaqin orada ko'rmagandim. Lekin ichlarini hozir ustaxonamizga olib borib ko'rsataman. Ichida juda ham yomon ahvolga bo'lib ketgan. Ishoninglar, bu bilmadim ichlarini nima qilish mumkin, lekin usta akalarimizga omad, ular o'zini ishini yaxshi ko'rib ish qilishadi. O'shaning uchun men ishonamanki, mashinamiz ideal holatga keladi. Do'stlar, va nihoyat olib chiqib oldik mashinamizni. Xudo xolisa sizlar bilan birgalikda mashinani ipidan ignasigacha ko'rsatamiz. Nima ish qilamiz, qanaqa mashinani detallarini almashtiramiz, qaysi holatda mashinani zavod holiga qaytarishimizni birma-bir ko'rsatib boramiz. Aynan Volgani kuzatayotgan, Volgani sevuvchi akalarimizga, amakalarimizga, tog'alarimizga, любой insonga jo'natib qo'yinglar, chunki bu narsani hali hech kim qilmagan. Birinchi bo'lib o'zimizni zavod holatiga qaytarib, mashinani o'z egasiga topshiramiz. Menimcha sizlarga ham qiziq bo'ladi. Retro Cars kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan boshlovchilar aka javob. Endi bu mashinani ustaxonaga olib borib, sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Okay, ketdi.